274 harakat o'ngga oling, 774. 30 oling. Biz 29-sana kuni Angren yo'lda harakatlanib ketib turdik. Orqamizda tez yordam mashinasi harakatlanib kelib turayotgan ekan. Biz ahamiyat bermay qolibmiz, yo'l so'ragan ekan, ahamiyat berolmay qolibmiz. Ko'rganimizdan keyin ilojini qilib, srazu chetkaga yo'lni berdik. Endi ijtimoiy tarmoqlarda tarqab kelgan video orada bir moment bo'libdi yo'l berishga. Biz aybimiz shu yo'lni berolmay qolibmiz. Shunaqa hamma yo'l harakatiga amal qilishni so'raymiz. Endi bu hol boshqa qaytalanmaydi. Hammaga shu yo'l berishini, bu holni takrorlamasligini aytamiz. Yo'l harakati xavfsizlik qoidasiga rioya qilishni so'raymiz. Siz avtomobillarga, ya'ni skoriy tez yordamga o'tib ketishiga xalaqit berganligingiz uchun tuzilyapti bu bayonnoma. Qoidalarning 26-bandi bilan imzo qo'yaverasiz. Bayonnoma rasmiylashtirildi sizga, hurmatli haydovchi.